Bu qanday uyatsizlik? Jizzaxda qizlar izlab ko'chaga chiqishdi. Jizzax shahrida sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Yosh qizlar ochiqchasiga izlab ko'chaga chiqishdi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Nega bunday bo'lyapti? Bu orqasida qanday muammolar yotibdi? Yemaysanmi yer kerak bo'lsa? Tog' beraman, nechta yer keraksan? Baringga ikkita tog' berib jo'yadi hammada. Darvodan navay kolxoz. Ana bu yoqqa sharmandalik. Buni qara. Bu nima bu yer kerak deb. Avoyga emasmi? Bular yer kerak ekan. Yo'qmi bo'ydoqlari? Bo'ydoq o'g'illar. Ay voy, yer kerak deb yozib olgan sharmandalar.